Assalomu alaykum do'stlar. Imloviy xatolik oid turlarining bugun asosiy qo'shimchalar bilan bog'liq xatoliklarni o'rganamiz. Boshladik. G bilan boshlanadigan qo'shimchalar K yoki Q bilan tugaydigan so'zlarga qo'shilsa, u K si K tarzda, Q si Q tarzda qo'shiladi. Endi bu qoida do'stlar. Endi sodda tarzda o'zimizni tilda tushuntiradigan bo'lsam, yurak so'zi, to'g'rimi? Yurak. Bu K bilan tugadi. Jo'nalish kelishiga qo'shimchasini bilamiz. Bilmaydiganlar uchun jo'nalish kelish qo'shimchasi ga. Yurak so'ziga ga ni qo'shsak, yurak ga bo'lmaydi. Yurak plus k, ya'ni yurak k ga k ga o'zgarib ketadi. Qishloq so'zini oladigan bo'lsak, qishloqqa q qo'shadigan bo'lsak, qishloqqa bo'ladi. Bitta fonetik o'zgarish bo'ladi do'stlar. Tushunarli, ha? Keyingisiga o'tamiz. Yap zamon qo'shimchasi. Bu milliy sertifikat savollarida tushgan, ya'ni imloviy xatolik turini toping degan savollarda yapni ayab shaklda berib ketadi va 90% inson bunda ayab shaklda yozadi ham hozirda. Masalan, suv oqayapti deydi. Oqayapti yo'q. U aslida oqyapti bo'ladi. Eslab qolamiz. Oqayapti, borayapti, kelayapti deyishlar bu mutlaqo xato do'stlar. Xato. Oqyapti, kelyapti, boryapti, yozyapti shaklda bo'ladi. Ayapti bo'ldimi? Bo'ldi. Bu imloviy xatolik do'stlar. O'zingiz uchun bilib qo'ying. Ona tilidan milliy sertifikat olmoqchimisiz? Unda bizning 50 daqiqalik onlayn kursimizga hoziroq yoziling. K bilan Q bilan tugaydigan ko'p bo'g'inli so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilsa, K ga Q, G ga almashadi. Bu qoida. Endi sodda tarzda o'rganadigan bo'lsak, K bilan tugaydigan yoki Q bilan tugaydigan so'z esa yurak so'zini olamiz, Yurak yaxshi. Yurak so'ziga egalik qo'shimchasini qo'shsak, yurakka im, yuragim, ya'ni K ga almashib ketyapti. Yoki qishloq so'ziga im qo'shadigan bo'lsak, qishlog'im bo'ladi. Q G ga o'zgarib ketyapti do'stlar. Quloq so'ziga im qo'shib bu yerga misollar keltirganman. Tilakga quloq, tilagim, qulog'im bo'ladi. Tilakim yoki quloqim bo'lsa, o'sha bo'ldi, bu xato. Asos tarkibda u yoki v tovushlar bo'lsa, illa qo'shimchasi qo'shilsa, ularga aylanadi. Xo'p, bu qoida. Endi o'zimiz sodda tilda tushuntiradigan bo'lsam, asosda, asos ya'ni masalan kitob so'zi bu asos, to'g'rimi? Yoki g'uv so'zi bu asos. Ya'ni g'uv bilan keladigan g'uv so'zi bu asos. Bu takror so'z, to'g'rimi? Taqlid, g'uv. Endi ana shu asosda u, aynan u yoki v ikkalasi bo'lishi shart emas. Ikkalasi bo'lsa ham bo'ladi. U yoki v bo'lsa, illa qo'shimchasi qo'shilsa, g'uvga illa qo'shaylik. G'uv illa emas, g'uvvulla bo'ladi. Ya'ni illa ularga o'zgaradi. Takrorlayman. Asosda u yoki v undoshi bo'lsa, u ullisi, v undoshi. Demak, illa qo'shimchasi ularga o'zgarib ketadi. G'uvvulla yoki vov so'zi bor. Vovulla bo'ladi. Endi milt bu takroriy so'z. Endi illa qo'shadigan bo'lsak, bu miltilla bo'ladi do'stlar. Nega illa bo'lib qoldi? Chunki asosda u ham yo'q, v ham yo'q. Shovulla so'zini misol keltiribmiz, g'uvullar aytdik. Shovda, ya'ni v bor asosda, shov. Endi illa qo'shildi. Shovilla emas, shovulla bo'ladi. Nega shovulla bo'ldi? Chunki asosda v bor. Do'stlar, shu bilan darsimiz tamom. Keyingi imloviy xatoliklarda ko'rishguncha